Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli tun azizlar. Kuni kecha tasodifan bir qiziq she'r o'qidim. Ma'qul bo'ldi va sizlarga ham ilinmoqchiman. Tinglaysiz faqat diqqat bilan. Otga minar bo'lsa o'zingnikilar bir-biriga mehri orta boshlaydi. Otliqlar safiga o'zingnikilarni torta boshlaydi. Ammo ko'p o'tmay o'zingnikilarga tosh ota boshlaydi. O'zingnikilarni sota boshlaydi. Xullas, yo'l boshida o'zingnikilarni oshin yeydilar. Adog'ida esa o'zingnikilarni boshin yeydilar. Bu masala mavzu muammo aytish mumkin bizga nihoyatda tanish. O'zimiznikilar xulosa sizdan. Omon bo'ling.